Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi man wala. Iymon masalalari 3-darsimiz. Ikkinchi savol, dining nima? Din Allohning huzuridagi maqbul din islomdir. Alloh hech bir insondan islomdan boshqa dinni qabul qilmaydi. Hech qanday din. Faqat islom haq din. Bu boshqalar orqaga surish, chetga surish, birovniki qabul qilmaslik degan masala emas. To'g'ri din, haq din, Allohning huzurida maqbul bo'lgan din, Allohning dini islom dinidir. Xohlasa musulmon bo'lsin, xohlamasa majburlanmaydi. Lekin haq din faqat bitta. Aralashma, qorishma, islom, xristianlik, yahudiylik uchun bitta qilish, bular hammasi bo'lmagan quruq safsata. Ya'ni kufr, kofirlik bilan islomni aralashtirib bo'lmaydi mutlaqo. Xo'p, Alloh taolo islomdan boshqa dinni qabul qilmaydi. Kim mana shunday deb da'vo qilsa, o'zi ham kofir bo'ladi. Ya'ni islomdan boshqa to'g'risi hammaniki o'ziga to'g'ri yo ularniki ham to'g'ri degan gapni aytsa, dindan chiqadi. Qur'oni Karimni xabariga teskari bo'lgan. Islom nima degani? Xo'p, islom dini haq din. Islom Allohning yakkaligiga taslim bo'lish. Mana ko'ring, boshidan shu yerdan boshlab to'xtaladi-da. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'li deydi, ya xristianlar Iso Allohning o'g'li deydi. Undan boshqa kufr ishlari ham ko'p. Islom Alloh taoloning yakkaligiga taslim bo'lish degan. Allohni ma'bud, ibodat qilinadigan yagona haqli zot Alloh deb shunga taslim bo'lish va Allohga bo'ysunish. Hamda shirk qiladiganlarni shirkidan ham, shirk ahlidan ham o'zini olib qochish, shundan bezor bo'lish, shundan bari bo'lish, o'zini saqlash. Mana shu islom. Islom sodda qilib aytgani shu. Allohning yakkaligini tan oladi, Alloh taoloning buyruqlariga itoat qiladi va shirkning o'zidan ham, shirk ahlidan ham bari bo'ladi. Islom 3ta martabada deyaptilar, 3ta martaba. Islom, iymon, ihson. O'sha Jabroil alayhissalom odam shaklida kelib, sahobalar oldida o'tirib Rasulullohdan so'raganlar-ku, islom nima, iymon nima, ihson nima deb. O'sha savollardagi shu islom. Islom dini shu 3ta martaba. Islom, iymon, ihson. Har bir martabaning ichida farzlari bor. 40 farzni ham o'tamiz-ku, islomni farzi 5 ta deb. Har birinchida rukunlari deganimiz shu farzlari. Islomning rukunlari 5 ta. La ilaha illalloh deb Alloh taoloning yolg'izligi va Muhammad alayhisalom Allohning elchisi deb shohidlik berish. Ya'ni shunga shohidman deb iqror bo'lish. Namoz o'qish, namozni barpo qilish deyaptilar. Bu yerda namozni qurish, ya'ni quruq o'qib qo'yish emas, namozni farzlari, vojiblari bilan barpo qoyim qilish. Zakotni berish, Ramazonni ro'zasini tutish va Baytullohga haj qilish. Mana shu islomning shartlari, islomning farzlari. Xo'p, Muhammad alayhisalomni Allohning elchisi deb shohidlik beramiz. Nima degani bu? Ma'nosini tushunib turib, biz Allohning elchisi deganda faqat quruq gapni o'zi emas, Rasulullohning buyurgan buyruqlariga itoat qilish, aytgan xabarlarini tasdiqlash, so'zlarini tasdiqlash. Qiyomatga yaqin mana bunday bo'ladi, men vafotimdan keyin mana bunday ishlar bo'ladi, o'lgandan keyin mana bu xabarlar bor deb, xullas Rasulullohdan eshitilgan hamma xabarni tasdiqlash. Faqat ishonchli bo'lib isbotlansa bo'ldi. Musulmonlar tasdiqlash kerak. Demak, Muhammad Allohning elchisi deb shohidman deganing ma'nosi Rasulullohning buyruqlariga bo'yinsunish, xabarlarini tasdiqlash, taqiqlagan ishlardan qochish, Allohga faqat Rasulullohning shariatlari bilan ibodat qilish. Inson ibodatni o'zicha o'ylab topa olmaydi. O'tganda ham aytdik-ku, to'g'rimi? Ana shu hadislarda aytilgan, oyatlarda aytilgan ibodat qanday qilinishligi kerakligini Rasululloh sahobalarga o'rgatganlar, sahobalar tobiinlarga, tobiinlar taba tobiinlarga shu fiqh yo'li shunday bo'lib kelgan. Hamma shu to'rala mazhabni fiqh oqimi sahobalarga borib taqaladi. Qanday qilib ibodat qilishimiz shu fiqh kitoblarida ko'rsatilgan. Demak, Alloh taologa shu Rasulullohning shariatlariga ko'ra ibodat qilish degan. O'zicha emas. O'zicha o'ylab topib ibodat qilsa bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha fiqh kitob yozgan ulamolarimiz o'sha mo'tabar e'tiborga olingan bid'atchilarniki emas. Mo'tabar muxtasarlar bo'lsin yoki sharhlar bo'lsin, har bitta hukmni aytayotgan vaqtida har bitta hukmni asoslab beradi. Bu mana bu oyatga ko'ra, mana bu hadisga ko'ra deb.
Tushunyapsizmi? Tushuncha har xil bo'lishi mumkin. Natija bir xil bo'lmasligi mumkin. Lekin hammalarining asosi Qur'on va sunnatga borib taqaladi. Shuning uchun aytayaptilarki, Muhammad Rasululloh deb shohidlik degani Allohga qilayotgan ibodatimiz ham Rasulullohning ko'rsatmalariga ko'ra bo'lishi kerak. O'zicha o'ylab topib bo'lmaydi. Yana shu Muhammad Allohning rasuli deb shohidlik berish ma'nosiga kiradi. Rasulullohni Allohning quli deb bilishimiz. Rasululloh u kishi farishta yoki u kishida xudolik yo'q. Rasulullohni Allohning quli deb bilishimiz kerak. Allohning rasuli deb bilishimiz kerak. Farishta osmondagi farishtalardan bittasi bo'lmaganlar Rasululloh. Yoki yerdagi podshohlardan bittasi bo'lmaganlar. Faqat inson bo'lganlar u kishi. Alloh u kishini tanladi. Chunki Alloh taolo har bitta odamga bittadan chaqirib bunday qilishing kerak deb o'rgatmaydi. Unda iymon, sinov qayerda qoladi? İchimizdan bitta odamni tanlab Alloh taolo shuni payg'ambar qiladi. Alloh taolo Rasulullohni payg'ambar qilib tanladi. Risolat bilan u kishini butun insoniyatdan afzal qildi. Payg'ambarlarning yakunlovchisi bu kishi. Bu kishidan keyin payg'ambar yo'q. Rasulullohning mana shu sifatlarini ko'rsatgan narsa va Rasulullohning rasulullohligini isbotlagan narsa Qur'oni Karimdir. Demak bu islom rukuni haqidagi tushunchalar. Endi iymon rukunlari 6 ta, ba'zilari sal kengaytirib 7 ta deydi. O'sha oxiratga ishonish degan so'zning yoniga qaytadan qabrdan turish degan so'zni ham qo'shadi. Ya'ni ziddiyat emas, ikkovsi ham bir xil gap o'zi. Iymonning rukunlari nima? Iymonli degan o'rinda nimalarga ishonsa keyin inson haqiqiy iymonli bo'ladi? Birinchisi Allohga ishonish. Allohga ishonmasdan turib inson iymonli bo'la olmaydi. Iymonning farzi bu. Allohga ishonish, farishtalarga ishonish, kitoblariga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga, qazoyi qadarning yaxshi yomoni hammasi Allohning taqdiri bilan bo'lishiga ishonish. Undan keyin ihsonning bitta farzi bor. Ihson Alloh taoloni xuddi ko'rib turganingizdek ibodat qilish. Endi bu eng yuqorisida. Birinchi pog'ona islom. Birinchi islom bo'ladi, musulmon bo'ladi inson. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb shohid bo'ladi, namoz o'qiydi, zakot beradi, haj qiladi. Ikkinchi pog'ona iymon. Qalbiga iymon nuri kirsa, Allohga, farishtalarga, payg'ambarlarga, kitoblarga, oxirat kuniga, qazoyi qadarga ishonadi. Ihson eng yuqorisi endi. Ihson xuddi Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish. Ihsonning rukni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish. Agar siz Allohni ko'rmayotgan bo'lsangiz ham Alloh sizni ko'rib turibdi. Xo'p, farishtalar deganda nima tushunamiz? Farishtalar bu Allohning hurmatli qullari, Alloh yaratgan farishtalar degan. Ba'zi farishtalar bor, vahiy olib keladi payg'ambarlarga. Shu Alloh taolo payg'ambarlarga tushirgan kitoblari shu vahiyda. Payg'ambarlar odamlar o'rtasida shu kitobga qarab, odamlar kelisholmayotgan o'rinlarda shu kitoblar hukmi bilan hukm qilishadi, shu vahiy. Bu payg'ambarlarga kelgan hamma vahiy Qur'oni Karim bilan mansux bo'lgan. Mansux bo'lgan degani hukmi bekor bo'lgan. Qur'oni Karim keldimi? Bo'ldi. Bu oxirgi kitob, oldingi kitoblar hammasini hukmini bekor qilgan. Iso alayhisolamga Injil nozil bo'lgan. Biz bunga iymon keltiramiz. Lekin hozir Injilda hukmi qilinmaydi. Qur'on kelgandan keyin uni bekor qilgan. Qur'on bilan hamma kitoblar, Tavrot, Zabur, Injil hammasi bekor bo'lgan. Oxirat kuni nima degani bu? Qiyomat kuni. Qiyomat kunida val ba'fi ba'dal mavt deymiz-ku, to'g'rimi? Iymon farzlarida. Butun xalqlar qabrdan tirilib chiqadi. Shunga iymon keltirish. Alloh taolo bizni bu dunyoda qanaqa yaratgan bo'lsa, oxiratda ham shunaqa tiriltira oladi. Ota-onamizni suvdan yaratdimi? Yo'q yerdan paydo qildimi? Bor narsani qaytadan yarata oladi Alloh, qodir. Osmonlarni yaratib qo'ydimi? Ko'zingiz bilan ko'rib turgan narsa. To'g'rimi? U siz bilan bizni qaytadan tiriltirishga qodir. Demak, oxirat kuni degani butun xaloyiqlar qilib o'tgan amallariga hisob-kitob berish uchun qaytadan tiriladigan kun degani. Iymonning, mana iymon masalasi o'tyapmiz. Iymonning eng kuchli qozig'i, dastasi, eng kuchli bu qismi Alloh yo'lida yaxshi ko'rish, Alloh yo'lida yomon ko'rish. Mo'min odamni yaxshi ko'rib do'st bo'lish farz. Sizga zulm qilsa ham. Iymondan chiqib ketmadimi? Endi insonlar o'rtasida zulm bo'lib turadi-da. Haqman deb o'ylab zulm qilib qo'yishi mumkin. Nohaq bo'lsa ham-da, to'g'rimi? Lekin zulm qilsa ham mo'min odammi, Xudoga ishonadimi, Allohga, payg'ambarga ishonadimi? U odamga do'st bo'lish vojib, yaxshi ko'rish vojib, farz. Kofir odam sizga yaxshilik qilsa ham kofir dushman deb bilish farz.
Tajovuz qilmaymiz, tajovuz qilinmaydi. Tajovuz qilishga, hatto jihodda ham tajovuz qilishdan qaytarilgan. Jihodda ham o'zining qoidalari bor, farzlari bordir, ilmi bor o'zini. Tajovuz qilish mumkin emas. Lekin bu dushman deb bilinish kerak, do'st deb bilinmasligi kerak. Kofir odam sizga yaxshilik qilsa ham dushman deb bilish kerak. Mana shu asosdan boshqa asos bilan qilingan do'stlik, masalan, millatchilik yoki grajdan bir joy fuqarosiligi bilan shu davlat fuqarosi hammasi menga do'st, bu davlatda fuqaro bo'lmaganlar menga dushman deb shunday qiladigan bo'lsa, bu shariatga to'g'ri kelmaydi bu. Tushunali? Ya'ni o'sha millatchilik asosida. Chunki millatni inson o'zi tanlolmaydi. Kimdir Alloh taolo o'zbek qilib yaratadi, kimdir arab qilib yaratadi, kimdir nemis qilib yaratadi. U Allohning ishi u. Lekin din tanlanadi, din inson tomonidan tanlaydi o'zi. Shu diniga ko'ra do'st bo'linadi, dushman bo'linadi. Kim bundan boshqa, ya'ni shu millatchilik asosida yoki fuqarolik asosida do'stlik dushmanlik qilaman deydigan bo'lsa, Alloh taoloning xaloyiq ichiga qo'ygan hukmiga zid bo'ladi. Shuning uchun mu'minlar, butun dunyodagi mu'min bir-biriga do'st bo'lish kerak. Do'stona munosabatda bo'lish kerak. Noto'g'ri amalni qabul qil degan emas bu. Modomiki mu'minmi, u bizga do'st. Noto'g'ri bo'lsa qaytariladi. Xo'p, noto'g'ri ishlarinda ya'ni. Uchinchi savol, payg'ambaring kim? Mana qabrda so'raladigan uchinchi savol. Payg'ambaring kim? Buni bilib olishimiz kerak. Muhammad alayhissalom ismlari. Otalari Abdulloh, bobolari Abdul Muttolib, uning bobosi, uning dadasi Hoshim. Hech bo'lmaganda shuni bilib olish kerak musulmon odam. Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttolib ibn Hoshim. Arab millatiga mansub, Quraysh qabilasidan sallallohu alayhi vasallam. Yurtlari Makka. Makkada tug'ilgan, Madinaga hijrat qilganlar. Madinada vafot topganlar 63 yoshlarida. Shu 63 yoshdan 40 yili payg'ambarlikdan oldingi yillari. Alloh taolo Rasulullohni butun olamga rahmat qilib yuborgan. Rasululloh Alloh taoloning risolatini yetkazganlar. Ya'ni o'sha yetkazganlarda odamlarga. Alloh taolo yetkiz deganini yetkazganlar. Omonatni ado qilganlar. Butun ummatga hokisor, butun samimiy bo'lganlar, uzr. Butun ummatga samimiy nasihatchi bo'lganlar va Alloh yo'lida haqiqiy jihad qilganlar. Haqiqiy jiddiyat, kuchlari boricha Allohning risolatini yetkazganlar. Rasulullohning ozgina sifatlarida aytib o'tyapti. Rasulullohga muhabbat qilishimiz kerak. Alloh taolo tanlagan inson. Alloh taolo tanlagandan keyin mukammal inson tanlaganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng chiroyli odamlardan bo'lganlar. Yuzlari, ko'rinishlari chiroyli bo'lgan. O'rta bo'yli bo'lganlar Rasululloh. Uzun bo'lmaganlar, pakana, kalta, past bo'lmaganlar. Yuzlari azharul lawn degani oq qizil bo'lgan yuzlari. Yuzlari yumaloq bo'lgan. Yumaloq yuzli bo'lganlar, peshonalari keng bo'lgan, sochlari rajil degani bunday haligi ba'zi bir ayollar sochi osilgan bo'ladi-yu, unaqa ham bo'lmagan, jingalagan bo'lmagan. Tushunadiki, rajil sha'r degani oddiy qo'l bilan tarasa ham taraladigan o'sha oddiy sochda o'rta soch degan. Tushunadingmi? Ba'zi bir masalan Afrikadagilar sochlari juda ham jingalak bo'ladi, to'g'rimi? Ba'zilariki ruslar yoki xitoylar yo'shiganlarki unaqa bo'lmagan, o'rta bo'lgan deyilyapti. Xo'p, kassal lahya, soqollari qo'yiq bo'lgan, ko'kraklarini to'ldirib turgan, yelkalari keng bo'lgan. Mankib deb shu yelkani aytiladi. Yelkalari büyük, katta yelkali bo'lganlar. Keng emas, bunaqa. Nima deydi? Suyak katta yelkali bo'lganlar. Yelka muskuli katta bo'lgan. Tushunarli bo'lyapti? Rasulullohni birdan ko'rgan odam haybatlanib qolardi. Man ra'ahu badihadan habahu degan. Rasulullohni birdan ko'rgan odam haybatlanardi. Rasulullohni tanib birga aralashib yurgan odam Rasulullohga yaxshi ko'rib qolardi, Rasulullohga muhabbat qilardi deyilyapti. Islom dini boqidir. Islom dini qiyomatgacha qoladi. Alloh buni va'dasini bergan. Har qancha yo'q qilaman deb urilsa ham yo'q qila olmaydi bu islom dini. Oxirgi payg'ambarlik oxirgi qiyomatgacha qoladi. Qanaqa yaxshi ish bo'lsa, qanaqa yaxshi narsa bo'lsa Rasululloh ummatni shunga yo'llaganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga hamma narsani o'rgatganlar. Biz o'zimiz bilmayotganligimiz bizning kamchiligimiz. Ya'ni musulmonlar hozir qolo yoki musulmonlar boshqa bo'lishi mumkin, degan savollar chiqishi mumkin. Nimaga bo'lmasam qiynalyapti? O'zimizda kamchilik. Nima yaxshilik bo'lsa Rasululloh ummatni yo'llaganlar, nima yomonlik bo'lsa ogohlantirganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatni boshlagan eng katta yaxshilik tavhid va butun Alloh yaxshi ko'rgan, rozi bo'lgan amallar. Alloh yaxshi ko'rgan, Alloh rozi bo'lgan amalni qilganingizdan keyin Alloh taolo sizni yaxshi ko'rgan, rozi bo'lgan narsalarni beradi-da, bu dunyoda ham, oxiratda ham.
illat o'zimizda qila olmayapmiz, bila olmayapmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ogohlantirgan yomonlik esa shirk. Olamlarning parvardigori Allohga tosh boshlari teng qilish bu juda xatarli narsa. Shirk eng yomon narsa. Rasululloh ogohlantirgan. Va Alloh taolo butun yomon ko'rgan, Alloh taolo unamagan hamma narsa yomonlikka kiradi. Ishning boshi islomdir. Bu hadisni keltiryaptilar bu yerda. Ishning boshi, ya'ni din ishini, hayot ishini boshi Allohga taslim bo'lish. Biz bandamiz, Allohga xo'p bo'ladi deyishimiz kerak. Rasulullohga xo'p bo'ladi deyishimiz kerak. Alloh bitta hukmni aytsa, Rasululloh bitta hukm aytsalar, meni fikrim unaqa deyilmaydi musulmon banda. Butun bandalar Allohga bandada o'zi aslida. Itoatkor bor, osiy bor, to'g'rimi? Itoatkor. Shuning uchun aytiblarki, ishning boshi islomdir. O ustuni go'yoki bir chodir tiksangiz, o'rtadagi ustuni bor-ku, ana shu islomni bir chodir deb faraz qilsak, o'rtasidagi ushlab turgan, ko'tarib turgan ustuni bu namoz. Yiqiladi namoz bo'lmasa degani bu. Vazir va tusanamihi, islomni bir tuyaga o'xshatilsa, tuyani o'rkachi bor, o'rkachining eng cho'qqisi Alloh yo'lidagi jihoddir. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Talaba ilm izlash har bir musulmonga farzdir. Alloh taolodan so'raymiz, iymonda sobit qadam qilsin, xotimamizni iymon bilan qilsin. Bizni har xil o'zi xohlagan tomonga ketib qolishdan o'zi asrasin. Har xil xohishlar, har xil havoyi nafslardan Alloh taolo o'zi bizni asrasin, deyaptilar. Mana shu 3 ta dars butun musulmonlar bilib olish kerak bo'lgan oddiy, sodda qilib tushuntirilgan iymon masalalari edi. Alloh taolo bilmaganimizni bildirsin, bilganimizga amal qilishga muvaffaq qilsin.